Leksiyalarımızı davamlaştırmaz hürmetlik vatandaş bugün çislaq 2022 yıl 9. ayının 13. günü. Endiki mavzumundaq. Ziyaretke çıkıdığan çağda Rusya Cumhur münasebetiga yangicha, yani Cumhur'un diplomati yangicha mundaq baho berdi. Mavzulu xabar 9. ayının 12. günü Shangang 01 gazetede e'lon qilindi. Xabar mundaq başlan. Hong Kong 01 gazeti. Cumhurparast matbuot Hong Kong 01 gazeti mundaq xabar qildi. Cumhur Diplomatiya İşleri Komitetining müdiri Yang Jiechi 12. günü vazifasidan ayrilish oldida turayotgan Rossiyaning Cumhurda turishliq bosh elchisi Andrey Desnov bilan ko'rishdi. Yang Jiechi mundaq dedi. Cumhur taraf Rossiya taraf bilan birlikda ikki tarafning strategik şerikliğinin mazmununu özlüksüz amaliyleştirdi. Yang Jiechi baş elçi Desnovning Cumhur Rossiya münasebetinin sağlam taraqqiy qilishiga qo'shgan töhfasini yuqori baholadi. Yang Jiechi mundaq ko'rsatdi. Rais Xi Jinping ve Prezident Vladimir Putinning rehberligi ostida ikki davlat munosabati to'g'ri yo'l bo'ylab ilgarilayotdi. Ikki taraf o'zaro jonijon manfaatiga chetiladigan masalalarda kechiringlar. Tavranmay o'zaro qo'llab, xalqaroda ko'p tarafli hamkorlikni qo'yiqlashtirdi. İki tarafning manfaatini qo'g'dab, xalqaro tartibda texmi adil nishonga qarab taraqqiy qildi. Demak, bu hozir Rais Xi Jinpingning Samarqandga ziyoratga berishiga berilayotgan bahoda Cumhur Diplomatiya İşleri Komitetining boshlig'i yoki mudiri Yang Jiechi, diplomatik amaldori Yang Jiechi baho berib nima dedi? Ikki taraf Rossiya, Cumhur o'zaro bir-birining jonijon manfaatini qo'g'daydi. Demak, masala nima bo'ldi vatandosh? Tayvan masalasi, Xinjiang masalasi, yana mustamlika Uyg'uriston masalasi, Hong Kong masalasi, Tibet masalasi. Bu azaldan Cumhurliklar ta'kidlab kelyapti. O'zining gapini ta'kidlab o'zicha bu rayonlarni Cumhurning jonijon manfaati deb oldi. Yaqindan beri bu jonijon manfaat uchun ko'p takrorlaydigan va ko'p so'zlaydigan, har qanday diplomatik so'rinda so'zlaydigan bo'lib oldi. Shunga demak, Yang Jiechi apandi bu qatam Samarqandda masalalarning chetilish doirasi ikki davlatning jonijon manfaatiga, masalan, navbatda hozir Ukraina Rossiyaning jonijon manfaati deylik. Endi yuqorqi 4 o'lka Cumhurning jonijon manfaati mushu masalada Rossiya Cumhur Rossiyani qo'llamdi Yang Jiechi apandi. Ma'qul. Qani ko'ramiz. Endi qisqa xabarlar anglaysiz vatandosh qanday? Bir xabar, ya'ni boshlanish xabarni. Prezident Joe Biden Cumhurga qattiq tadbir qo'llandi. Samarqand Xi Jinping Prezident Vladimir Putin suhbatini hargiz kamolchilamadi. 5 burjaklik bino Cumhur qattiq so'z qildi va taglikni oshkorladi. Urushni cheklash bo'lsin yoki mudofaa Cumhurning ustidan g'alaba qilishimiz kerak. Bu 5 burjaklik binoning taglikni oshkorladi. Amerikaliklar Vladimir Putin Prezident bilan Xi Jinping rais suhbatiga hargiz sal qaramaydi. Amerikaliklar, yana Amerika Prezident Vladimir Putin bilan rais Xi Jinping suhbatiga hargiz sal qaramaydi. Ya'ni Samarqand suhbatiga hargiz sal qaramaydi. Abdurrahman Shanshinvan
9 ayının 12 günü yutup. Köpçüket Vladimir Putin Rusiyanın yemirilişi ve parçalanışı duş kelidi. Pulga qaraydigan yılla 9 ayının 12 günü yutup. Yana bir haber. Prezident Vladimir Putin'nin garnizon yani gvardiyasi tertiplik birinci tankesla polki Ukrayna'nın şarkıda gümran boldu. Bitçit boldu. Bütün Ukrayna qaytarma hücumga o'tdi. Taktiklik raketalar Rossiya territoriyasini bombardıman qilishga boshladi. Halqılık paytlar 9 ayının 13 günü YouTube. Yana bir haber. Rossiya armiyasidan vatibariga chiqib ketdi. Vladimir Putin imperiyasi şiddetli buran çapqından ichida qoldi. 100 yıllık Çavrosya imperiyasi vaqtlik hükümet. Mesela 1909 yıllardaki Burjuva inqilabı devrideki Rusya'nın vaqtlik hükümeti, vaqtlik hükümet. Sabık Sovetler imperiyasi hammasi kengaymichilik bilan gumron bo'lgan edi. El rayini sınash isbotildiki navbati Rossiyada urushni qo'llaydigan Rossiyaliklar shiddat bilan aziyishga boshladi. Janglining nazari 9 ayning 13 kuni yo'tadi.